hozirlik bitta proyekt ko'rsataman. Aniq ayta olmayman, sizlarga yoqadi va hayron qoldiradi. Bunaqa proyektlar kam. Hop, ko'rdinglar, kiraverish katta, keng qilingan. Bu yoqda o'rtada basseyni bor. Uyga kirish eshiklari bitta, ikkita bu yoqda oshxonaga kiradigan va uchinchisi bu yoqda. Hozir masjiddan bitta qisqacha ko'rsataman. Aytgancha uyimizni taqachida joylashgan, orientir Charog'on to'yxonasi yoki Ibara zapravka desak ham bo'ladi. Hop, mana bu spalniyni qaranglar. Birinchi etaj uchun spalniy desak ham bo'ladi, master spalniy. Ichida o'zini mana shunaqa shikarniy sanuzeli bor. Nimasi bu proyekt unikalniy desangiz, qaranglar, mana bu yerda katta mягкий zonasi bor, o'tiradigan, maza qilib, oynalari hovliga qaragan. Mana bu yerda yo'lak bor. Bu yo'lak asosiy binoga o'tib ketish uchun mo'ljallangan yo'lak. Bu ham через oshxona mo'ljallangan, qaranglar. Через oshxona o'tib keturamiz. Oshxona qismi, mana oshxonaga kirib chiqadigan eshik ham bor. Hop, bu qayerga olib boradi desangiz, bu yoqda mana podvalimiz bor, kinoteatrlar va prochishlar podvali joylashgan va asosiy binoni hol qismidan chiqamiz. Mana asosiy binoga kirish eshigi, qaranglar. Zo'ra, menimcha proyekt. Noodatiy, hamma uyda ham bunaqa emas. Mana zal qismi. Katta zal tashab ketilgan. Narxlarini informatsiyada qoldirib ketaman. Tepaga keladigan bo'lsa, tepada hol qismi va 3 ta xona bor. Bitta master spalniy va 2 ta spalniyani qilingan, hammasini ichida o'zini sanuzullari bor. Sizlar bo'lsa videoni tarjima qo'yinglar, именно shu taqacha atrofidan uy qarayotgan bo'lsangiz, sizlarga mana zo'r variant deb o'ylayman. Va to'liq video obzor bizning profilda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqqa, kстати, mana podvaldan tushsangiz, yana 2 ta xonasi bor. Kotelnilari, basseyn narsalar hammasi podvalda turadi. Xullas proyekt shunaqa zo'r chiqqan, xudo xolasa. Narxlari va informatsiyasi opsiyada bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi uyga.